Toza mahallada oling. Bu domlarni ko'ring. Zo'r tushgan ekan. Mahalla bor, akkuratniy toza ekan. Ko'chalari, yo'llari qaranglar. Ko'p joy unaqa emas. Qorasuv 6 ga kelganimizda Avayxon ko'chasi bo'ladi. 9 etajli domimizni ikkinchi etajda 2 xonali kvartiramiz sotilyapti. 66,4 kvadrat metr. Xo'p, qarang. Magazin shunday domi tegida ekan. Bizning sotilayotgan kvartiramiz mana shu domda bo'ladi. Hop, katta ko'chaga chiqasiz, o'ngga ketsangiz, Tapovich mostga ketasiz, chapga ketsangiz, Ekobozorga. T-образный domimizning orqa tarafida Ichki ishlar akademiyasi joylashgan. Hop, katta yo'l bo'lib ketadigan bo'lsa, Prezidentskiy trassa bo'ylab ketasiz. Bu domimizdan shuni orqasida maktabi, bog'chasi bor ekan. Masjiddan yaqin atrofda joylashgan. Qadrdonlar, zo'r lokatsiya. Narxini videoning davomida aytaman. Hozir sizlar bilan birga uy ishlarini ko'rib chiqamiz. Qani, ketdik. Ichidan kiraverishimiz, uzun mana koridorimiz bor. Hop, chap tarafda umumiy yumush xonasi keladi. Bu yoqda bitta xonamiz xotirlar uchun sifatli. Uni yonida oshxona joylashtirilgan. Shu mebel texnika barchasi qoladi, deyaptilar, ko'rdinglar. Gaz bor, bu yerda mana televizorlar bor. Bu yana bitta mehmonxonamiz. Qadrdon, shunaqa kvartira qidirib yuruvmidingiz? Mana topildi. Bosib oladigan joy qadrdon. Sizga mos ekan. Narxi ham, o'zi ham, lokatsiyasi ham ajoyib narxda. Menga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa chiroyli kvartiralarni o'tkazib olmaslik uchun Xudo xolis sizlarga arzon chiroyli kvartiralarni qo'yishda davom etamiz. Pastda men egar raqamini qoldiraman, bemalol orqaga chiqib qo'yasizlar.